Buni bemalol yaqindan ham ko'rsalang bo'ladi. Ugonlilari temirdan bo'ladi. Ya'ni sifatliroq bo'ladi. Mana bu yerda o'rnatib qo'yganmiz. Assalomu alaykum, O'rman kompaniyasining YouTube obunachilari. Bugun sizlar uchun yana bitta yangilik topib qo'yganmiz. Xo'p, O'rman kompaniyasida Alkabond uchun mos lyustra ishlab chiqardik. Xo'p, lyustraning obzorini boshlashdan oldin sahifamizga obuna bo'lib, kuzatishda davom etinglar. Xo'p, demak biz boshladik. Xo'p, lyustramizda ikki xil umumiy ko'rinishi bor. Bittasi qora metallardan foydalanganmiz, bunisiga kumush, ya'ni seri metallardan foydalanganmiz. Umumiy ko'rinishi juda ham Alkabond, ya'ni high-tech dizaynga, minimalizm dizaynga mos tushadi. Xo'p, lyustramizni materiali MDF bo'ladi. Umumiy ko'rinish ko'rib turgan materiallar ham MDF bo'ladi. Galogenlar qo'yilgan, eng sifatlisidan bo'ladi. Bu tarafdagi ugonlilari ya'ni temirdan. Bu ham misol uchun deylik bularimizda bu lyustrarimizda foton ugonli qo'ygan bo'lsak, ya'ni nisbatan yumshoqroq. Bular ugonlilari temirdan bo'ladi. Ya'ni sifatliroq bo'ladi. Xo'p. Yoritish tizimi deylik bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 3 talik galogendan qo'yilgan, ya'ni 12 ta umumiy ko'rinishda galogen bor. Xo'p, o'rta qismda plafon qo'yilgan. Xo'p, razmerlari 90 ga 90 bo'ladi. To'rtburchak, kvadrat 90 ga 90. Bunisi ko'rishlaring mumkin. Oq. Ya'ni oq MDF, bu kumush, ya'ni metal bilan aylanasiga, ugonlilariga ishlatilgan. Buni bemalol yaqindan ham ko'rsalang bo'ladi. Juda ham hozirgi dizaynga, hozirgi patologlarga, hozirgi Alkabond dizaynlariga juda ham mos tushadi. Nima uchun Alkabond deyapmiz? O'zi bizdagi asosiy illyustralarimiz, ya'ni showroomda bitta ko'rsatsangiz bo'ladi. Asosiy illyustralarimiz tunikafon, MDF patologlarga tushadi. Buni spetsialni deydimi, maxsus Alkabond uchun chiqarganmiz. Mana bu yerda o'rnatib qo'yganmiz. O'sha bunisi oq nimalik metallik, bunisi qora metallik. Bemalol o'rnagan holatni ham ko'rib olsalaring bo'ladi. Bularimiz narxi eng qiziq joyga keldik. Narxni aytishdan oldin hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying va bu videoda shunaqa lyustra qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'ying. Narxi atiga 1.200.000 so'm. Xo'p, bu lyustramizni agar siz optim olmoqchi bo'lsangiz, katta miqdorda olmoqchi bo'lsangiz, ya'ni siz lyustra savdosi bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, yana ham kelishtirib beriladi. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqam bilan bog'laning. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Satka Krugda joylashgan. Deylik, telefon qilib kelsangiz, lokatsiyani ham tashab berishadi. Bemalol yoki kommentda manzil so'rasangiz, lokatsiyani ham tashab beramiz. Kuzatishda davom eting. O'rman siz uchun yangilik qilishda davom etadi.